Instagramda har kuni. Tanidingizmi? Asadboy, hammalaring tanidim. 3 ga 1 dedayim nima? Men sizlarga bitta narsa ko'rsam. Stream qotib qoldim, nima bo'ldi? Ayo, jonlar. Yoningizdagi xuddi suvni betidagi bu. Men aytdim. Yoningizdagi xuddi suvni bo'yidagi boqqa o'xshab turadi. Boq. Qaror, men 3 kun oldin PUBG ga kirgandim. O'ynab ko'raman deb. Hozir men ham yana PUBG ga kiryapman. Sizlar like deb bossalaring, kirib o'ynayman. O'g'raylar. Webkameraga yaqinlashtirguncha nima durlar chiqib ketmaydi. Kurvossallarmi? Naxuy, kimman bu jallar? Afuyet qizil Voy, yuzingni naxuy ko'rsataymi? Kurvossallarmi? Ko'zlaring ko'ryaptimi naxuy? Ko'rmayaptimi? Mana naxuy. Yuzinglarim ham bor. Yo'g'ir, danatlar kiyib yotibdi jalab tippadan. Axuyet. Timur bilan lobby o'ynasangiz kim yutadi? Men bilmadim, hozir yutsa kerak. Go'shek uzr. KS2. Nima KS2? Nima degani u? Aytayapman-ku 3 kun oldin kirgandim, o'ynab ko'rgandim debman. Agar go otsalaring hozir yana o'ynaymiz. Просто ana o'jalab kayf qilib o'ynash uchun. Salom alaykum aslam. Oka 42 dan beri ko'raman. Modir bering. Rahmat jigarim 42 dan beri ko'rayotganingiz uchun. Orqangizdagi hech kim, orqamda hech kim yo'q, yonimda Lazizbek. Tug'ishgan ukam bo'ladi men. Shuncha vaqtda men sir tutganman sizlardan bu narsani, lekin men tug'ishgan ukam bo'ladi. Aslam yaxshimisiz? Yo'q bir Genshin. Voy jallab. Mobile Legends go'mi yoki? Uzr. Qizishib ketdim. CS:GO hozir men bitta ana qo'ray. Men bitta durzumni odamlar bor ekan. Men shularni bitta udaltib tashay. Zaybal. Voy, ne bespokоить qilgandek, Lazizbek qanday yana ana o'qilibdi, tashibdi. Bo'ldi, inkognitomi nima? Gingognitomi yondi. Go. Bir ko'rasizlarmi? 1 yil o'ynamasdan qanaqa o'ynayotganim. Assalomu alaykum jigar, 2 yil oldin chatda salom deb yozgandim. Esingizdanmi? Sabarali, qanday siz 2 yil oldin chatga salom deb yozganingizni men eslashim mumkin. Lazizbek Xorazmliymiz. Samazaboy Xorazmli biratishga. Oka, iltimos 1v1 o'ynaylik. Qanday 1v1 o'ynash mumkin? Hozir men просто kiraman, deb ko'raman bu narsani, yangi narsalar bormi o'zi. Men o'tgan kuni kirdim, 3 kun oldin PUBG ga kirdim. Bir 2 marta men TDM o'ynadim. Oddiy TDM o'ynamda, keyin chiqib ketdim. O'tgan kunlar siz o'ynayim kelib ketdi, keyin birdan sizga yana o'ynayim kelmay qoldi. Hozir endi sizlar bilan kirib bo'lishmoqchiman, o'z fikrlarimni, 1 yilda nimalar o'zgargan, bu yibuchi yanonda, o'yinda qanaqa dalboyob bo'lib ketgan odamlar. Men shu narsani ko'rib bilmoqchi edim. Lekin sizlar yo pashol naxu kerak emas bu narsa debsizlar. Kerak emas bo'lsa kirmayman, kerak bo'lsa kiraman. Shunga chatga yozinglar. Kerakmi, go'mi? Ozgina kirib ana o'qilamizmi, gaplashamizmi, nima o'zgargan, nima o'zgarmagan yoki вообще skipmi?